Yep, hello everyone. I hope everyone is doing great. The second day of the 30-day challenge. Let's move on. A figure, bugun o'rganmoqchi bo'lgan strukturamiz. A figure that was twice as high as that of x. Ya'ni tarjima qiladigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri x ning soni, miqdori yoki foizdan 2 marta katta bo'lgan figura. Let's read the explanation to understand it more clearly. Explanation. This structure is used to describe a figure that is double the quantity of another particular figure. O'zbekchasiga tarjima qilib aytadigan bo'lsak, bu struktura bitta figuraning miqdori boshqa bir figuraning miqdoridan 2 marta katta bo'lgan holatni tasvirlash uchun qo'llaniladi. Misol uchun, mana bu grafani ko'radigan bo'lsak, ko'k chiziq, ya'ni China, keyin yashil chiziq UK. Ko'rganimizdek, UK ning figurasi Chinanikidan 2 marta katta. Xuddi shu holatni tasvirlash uchun bizni bugun o'rganayotgan strukturadan foydalansa bo'ladi. Yoki bu holatda ko'ryapmizki, 2000-yilda basketbolda o'yinchilarning soni taxminan 75 ta yoki 70 ta yoki 80 ta shu atrofda bo'lgan. Regbini ko'radigan bo'lsak 150 ta. Ya'ni regbidagi o'yinchilarning soni basketboldagi o'yinchilarning sonidan 2 marta katta bo'lgan. Xuddi shu holatni tasvirlash uchun biz bugun o'rganayotgan strukturadan foydalansa bo'ladi. Keyin example sentence la ko'ramiz. The number of cars the UK manufactured in 2020 was 200 ming. 2020-yil manufactured degani ishlab chiqardi degan ma'no beradi. 2020-yilda, ya'ni boshlang'ich yilda UK ishlab chiqargan mashinalarning soni necha ekan? 200 ming. Yana bu yoqda ko'rganmiz, yashil chiziq 200 ming. Endi shu figura Chinanikidan 2 marta kattaligini qanday aytsak bo'ladi? A figure that was twice as high as that of China. Xuddi bugun o'rgangan figuramizdan foydalanib aytsak bo'ladi. Endi Chinani sonini aytib o'tirmayman. Nimaga? Chunki 200 ming undan 2 marta katta ekan. Demak 100 ming bo'ladi. Xuddi shuni ekzaminer tasvir o'zi uchun hisoblab bilsa bo'ladi. Keyin endi bu grafaga bitta sentence ko'ramiz. In 2000, ya'ni 2000-yilda the game rugby had 150 players. Rugby o'yinida nechta o'yinchi bo'lgan ekan? 150 ta o'yinchi. Sorry for the background music. We had toddler in our house. I'm sorry. Xo'p. Rugbyni o'yinchilarning soni o'sha yilda 2000-yilda 150 ta bo'lgan ekan. Hop, a figure that was twice as high as that of basketball. Basketbolga nechta edi? 75 ta, 80 ta, ya'ni o'shandan basketbolnikidan 2 marta katta. Examinerga endi biz basketbolda nechta o'yinchi bo'lganligini aytib o'tirishimiz shart emas. Shu 150 2 ga bo'ladi, 75 yoki o'sha 80 o'sha atrofdaligini o'zi bilib oladi. Yoki kelib faqatgina line graf emas, bu holatga ham to'g'ri keladi. Kelib mana shu joyda ko'ramiz. Qaysi holat? Misol uchun 2003-yildagi holatni ko'radigan bo'lsak, console games, mana bu jigarrang figuramiz, keyin online games, yashil figuramiz. Ko'ryapsizki, jigarrang figura, ya'ni console gamelarni sotuvi milliardlarda, online gamelarni sotuvidan 2 marta katta bo'lgan, deyarli. Ustidan qo'ysangiz ozgina kamroqki, lekin deyarli 2 marta katta. Lekin baribir hozirgi figuradan foydalansa bo'ladi. Almost degan so'zdan foydalanib. Qani? Xo'p, in 2003 the sales sotuvi degani, the sales of console games, ya'ni mana bu jigarrang chiziq haqida gapiryapmiz. Console gamelarning sotuvi amounted to around 4.5 billion. Amounted to degani shu miqdorga to'g'ri keldi degan ma'no beradi. Keyin buni mana bu rangda belgilab qo'yamiz. Bu ham yaxshi so'z. 4.5 milliardga to'g'ri kelibdi. Console gamelarning sotuvi, online gamelar shundan 2 marta kichkina deyarli. Shuni qanday aytamiz? A figure that was almost so'zi juda ham muhim, chunki deyarli 2 marta katta-da bu. Almost so'zini qo'shmasak 2 marta katta deb qo'ygan bo'lamiz. Ozgina o'zgartirish kiritib, farosatda ishlatgan holda har qanday holatga qo'ysa bo'ladi bu figurani. Deyarli. A figure that was almost twice as high as that of online games. Online gamelarning figurasidan 2 marta deyarli katta. Ya'ni 4.5 billionda 2 ga bo'ladi. Shunga ozgina yana son qo'shadi, chunki almost ham bor. Xuddi shunda biz bugun o'rgangan strukturamiz ham yordam beradi. I hope it was useful. See you next time. Bye.